Haqiqatan ham o'rtoqlar, Zokirjonni hayotiga nazar tashlasangiz, bir ulug' insonlar hayotidagi o'ziga xos murakkabliklardan iborat. Haqiqatan aka behazil, haqiqatan to'g'ri aytyapti. Mana hayotim mana Nobel mukofotini ta'sischisi Alfred Nobel bor aka, xuddi shuni hayoti bilan ikki tomchi suvday bir-biriga juda o'xshar ekan. Alfred Nobelni ham yaxshi ko'rgan qizini otasi bermagan ekan. Yo'q, bo'lgan, shunday ham bo'lgan. Qaynotasi aytgan, "Meni qiziqchiga beradigan qizim yo'q" degan. Bermayman degan. Kim bir joyda Zokirjonni ko'radi, qaytib kelib qiziga, "Qizim, mayli tegaver Zokirga. Qiziqchiga bermayman dedingiz-ku" desa, Zokir qiziqchi emas ekan debdi. Bu bo'lgan voqea bu. O'shandan beri bechora qaynatam mendan uzr so'raydi-ku, o'shanda Ortiqjon bilan sizni alishtirganman, uzr deydi. Hozir ham telefon qilyapti. Ha, desam o'sha gap uzr ha deydi. Endi mana kulishib o'tiribmiz. Kulgu ham ming bir dardga davo ekan Zokirjon. Albatta kulgu bu shifo. 3 daqiqa maza qilib kulgan odamning umri 15 daqiqaga uzayar ekan. Bir marta kulgan odam 4 ta toshbaqaning tuxumini yegandek bo'lar ekan. Xohlang kuling, xohlang 4 ta toshbaqaning tuxumini yeng. Bunaqa nimalar ko'p internetda men ataylab qo'limga olib olganman qog'ozlarni. Kulguni foydasi ko'p, haqiqatan ko'p. 15 daqiqa. Bir piyola aroq ichgan odamning umri 20 daqiqaga qisqarar ekan o'g'illar. Ana. Qarang, hamma xafa bo'lib kayfiyat tushib ketdi erkaklar. Yo'l o'ylab topilgan. Shuni aroqni ichasizda orqasidan bitta kulasiz, balans beradi. Kulguga oshna bo'lsalaring foyda ham qilasizlar lekin. Kecha hazil va dorixona haqida gapirib esimdan chiqib ketdi, gap chalib ketib qoldi. Dorixonaning xo'jayini tilla baliq ushlab olgani haqida latifani eshitdingizmi? Oldingi safar metan zapravkani boshlig'i tilla baliq ushlab olibdi dedingiz, endi shu almashadi-da o'rni. Qahramonni almashtirasiz-da. O'shami? Shu gapmi? Tilla baliq deganda bittasi aka baliq tutib olibdi-da. Tutgan baliq sap-sariq yaltirab, uni hamma joy yarqirab ketgan. Baliqni shu endi tilla baliq haqidagi narsani hamma biladi. Darrov qarmoqdan xalos qilib, boyagi baliqqa salom ham yo'q, aligam yo'q, birdaniga tilakka o'tibdi. Eng zo'r mashina, eng zo'r uy, eng chiroyli ayol desa, boyagi baliq zo'rg'a tilga kirib, "Men tilla baliq emasman, sariq kasal bo'lganman" debdi. Tutib olganing yaxshi bo'ldi. Shundoq meni infeksioniga tashlab qo'y debdi. Faqat yo'lda bitta aptekaga kirib chiqsam, bitta zilanka olib chiq, qara labimni nima qildi qarmoqing debdi. Baliq ovov deganingizda ikkita yigit taqiqlangan joyda baliq ushlab turgan ekan, tekshiruvchilar kelib qopti. Hormanglar, hujjatlarni ko'rib qo'yaylik degan ekan, bittasi shap o'rnidan turib qarmoq bilan chelagini olib mingga qo'yib qochib ketibdi-da. Haliga orqasidan shu quvib borib 1 kilometrdan shu tutib olib turib, "Qayerga qochasan? Hujjatni ko'rsat" degan ekan, chiqarib ko'rsatibdi. Hujjating bor ekan, nimaga qochding desa, "Sherigimda hujjat yo'q edi" deymish. Tilla baliq haqida ko'p. Hatto tilla baliq deganda hozir xayolimga bir narsa kelyapti-da, menga qiziq. Endi bularga ham qiziq. Siz tilla baliq tutib olsangiz nima so'rardingiz degan xayolimga kelyapti-da. Hozir qo'ysangiz, ertagidagi gaplar. Ya, endi tasavvur qiling, siz tilla baliq tutib oldingiz. Mana men tilla baliq tasavvur qiling. Ey inson, tilagingni. Siz tilla baliq emas, tilla qo'ng'izga o'xshayapsiz. Siz ham odamga o'xshamayapsiz, lekin inson deyapman-ku. Tilagingni. Xo'sh. Tilla. Yo'q, odam hayajonlanib qolar ekan. Endi yoningizda erkak baliq gapirib tursa hayajonlanasiz-da. Xo'sh. Tilagingni. Bitta Matiz mashin. Ikkinchi tilaging. Bitta qizil Matiz mashin yana. Uchinchi tilaging. Bitta bis Matiz mashin. 3 ta Matizda nima qilasan? Mana Sergeli bozorga olib chiqib sotaman-da, bitta Lacetti qilib olaman. Habab teni siz nima deysiz? Tilagingni, ey inson. Tila. Bitta Lacetti, boshqa hech narsa kerak emas. Bitta Lacetti. Nima qilasiz? Sotib 3 ta Matiz olaman. Endi meni gapimni takrorlamang-da, o'zingiz tilangda endi. Tilagingni. Ey, Yo, meni tilagim bor, shu aytishga uyalyapman. Tanish doktor bor.
yerda ishlaymi? Yo'q, mana bilasiz, endi men so'qqa boshman. Shunga mana bugun 3 ta nomzod bilan uchrashishim kerak. Kafeda, ana Karal kafeda. Shunda valsga tushamiz deb qolsam, men valsga tushishni bilmayman. Shu valsni o'rgattirdim. Ha, unga tilla baliq emas, tilla ortiq ham o'rgatib qo'yaveradi uni. Oyoq yelka kengligida. Ko'zingizni yumasiz, yelka kengligida. Tepish kengligida emas. Xo'sh, ko'zni yumasiz, tasavvur qilasiz qizni belidan ushlaysiz. Nima u, ayiqmi u? 3 ta deyapman-ku. 3 в одном. 3 ta qiz bilan birdan valsga tusha olmaysiz, bittasini tasavvur qiling. Ha, ana shunday orqaga minus, 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 minus. Buni ko'paytirish mumkin. Ajralish, qo'shilish. Minus, minus. Ajralish, qo'shish. Minus, minus. Qo'ying, men tilla baliqni o'zidan so'rab ola qilaman. Sizdan o'rganib bo'lmas ekan. Shu kiyimda borasizmi uchrashuvga? Bo'lmaydimi? Yaxshi. Zo'r. Yaxshi. O'zi umuman keyingi paytda kiyimlarimiz zo'r bo'ldi. Hali Moskvani gapirdim. O'sha borganimda bolalarga sovg'a solib olaman deb bozorga kirdim aka. Shunaqangi zo'r kiyimlar, havosim kelib ketib, bir boshidan olib sumkaga solishni boshladim. Sotuvchisi o'zimizning yigit, o'zbek yigit ekan. Aka nima qilasiz buni ko'tarib berdi. Boring ana Abu Sahiy to'la shu narsalar to'lib turibdi Abu Sahiyda. Qarasam o'zimizning mahsulot o'rtoqlar, faxrlanib ketdim. O'zbek mahsuloti dunyo bozorida. Faxrlanib ketdim to'g'risiga bu. Manaman degan o'sha kostyum shim tikish bo'yicha o'sha Turkiya bo'ladigan bo'lsa, Turkiya davlati bizni o'zimizda Namangonni tikuvchilarga tiktirar ekanda kostyum shimini. Ha, Turkiyada ishlab chiqarilgan degan nimani qo'yib, jahon bozoriga sotayotgan ekan. To'g'risi. Umuman Zokirjon tan olishimiz kerak, vodiyning xalqi juda iqtidorli xalq. Umuman o'zbek xalqi shunaqa iqtidorli xalq. Mana haligi paxtani dunyo bo'yicha birinchi bo'lib andijonliklar salapandi tagiga oldi o'rtoqlar. Andijonliklar birinchi bo'lib do'ppini salafanni tagiga olishdi. Salafani tagida fikr tez rivojlandi. Shundan kallaga urdiki, demak, paxta ham tez rivojlanadi deb paxtani olishdi salafani tagiga. Mana Andijondan chiqayotgan mashinalarimizda ayting. Dunyo bozoriga nom taratib ketdi keyingi paytlarda. O'sha boshida bo'lmaydi bu mashin. Bo'lmaydi deganlar ham hozir izlab berib, shuni olishim kerak deyapti. Zo'ri shu ekan deyapti. Haqiqatdan oramizda shunaqa odamlar bor, boshida mensimaydi-da, damas shamolda yiqilib ketar ekan. Ariqda tiqilib qolar ekan tiko. Deydi, hozir o'zlari navbatga turibdi shular. Haqiqatdan shunaqa. Dunyo bozoridan mashinlarimiz yuqori o'rinlarda egallayapti. Siz Andijonning mashinasini aytyapsizmi? Andijonliklar mana shu metroni ham o'ylab topishgan ekan. Yag'i. Nimaga yo'q deysiz? Metroni? Ha, borish, kelish deyshadi ular. Ha, ana shu borish kelishda ham mana shu metroni shular o'ylab topishgan ekan. Andijonliklar o'ylab topishgan. Isbot. Isbot mana metroga kiraverishda birinchi eshikka andijoncha shevada yozilgan, kirish, chiqish deb. Keyin metro o'sha Navoiy bobomizning davrlarida ham bo'lgan degan taxmin menda bor. Yo'q-e? Ha, metroga kirganmisiz, poyezdning eshigiga bundoq qarasangiz, o'sha davrning yozuvlari qolib ketgan. Iltimos, suyanmangiz deb yozilgan. Endi o'zi umuman Andijonda ikkinchi Xitoy deydi-yu. Shu gapda jon bor. Haqiqatan ham shu Andijonning ikkinchi Xitoy demang, Xitoy ikkinchi Andijon. Xitoyliklar bir narsani bir ko'rgandan ishlab chiqarishi bilan maqtanishadi. Andijonliklar eshitsa bo'ldi, ishlab chiqaryapti. Tadbirkordir, zo'r. Xo'sh. Agar siz aytganingizdek Xitoy ikkinchi Andijon bo'ladigan bo'lsa, Turkiya ikkinchi Namangan. To'ppa to'g'ri. Dubay ikkinchi Farg'ona. To'ppa to'g'ri. Gonkong ikkinchi Marg'ilon. Faxrlanamiz. Amerika ikkinchi Qo'qon. Nimaga? Obamani Qo'qondan deyshadi-yu. Yo'q. Obama Namangandan bo'lish kerak. Yo'q. Ha. Bunga isbotim bunaqada, bizning kursimizda ikkita qiz Namangandan o'qishar edi. Shularni kim xafa qilsa, obamlarga aytaman, obamlarga aytaman dedi. Men shundan taxmin qilyapman. O'zi aba degani ona degani ekan, ularda keyin bilsam. Ha, keyin bilsam shunaqa ekan. Avval shunaqa deb o'ylar ekanman. Ha, menga qarang, yaqin o'rtada Shahrisabzga bordingizmi? Shahrisabzga borganimga azizlar endi 2 hafta bo'ldi. 2 hafta oldin bordim.
Shahrisabzda bugun mehmon mayli, lekin Shahrisabzliklarning o'zlari ham adashadigan darajada chiroyli go'zal ishlar amalga oshirilyapti. Haqiqatan ham. Arziydi qarsakka. Arziydi. Yo'q. Endi agar ta'bir joiz bo'lsa, o'zimning tilimda aytadigan bo'lsam, Shahrisabz ikkinchi marta tug'ilyapti bugun. Birinchi marta Amir Temur bobomizning davrlarida tug'ilgan bo'lsa, bugun bizning zamonamizda Ortiqjon ikkinchi marta tug'ilyapti. Haqiqatan. Bir Maysa degan bir restoran ochilibdi, yangi restoran. Kirdim, mo'jazgina. Har bir xonasiga kirsangiz, manaman degan o'sha rivojlangan davlatlardan qolishmaydigan har bir xonasi bemalol dunyo raqobatdosh o'sha restoranlari bilan raqobatlasha oladigan darajada o'sha menyusi ham katta va o'sha yerda shu narsani ko'rib men faxrlanib ketdim. Dunyo mehmonlarning oldida bemalol shu g'oz tutib ko'kragingizni mehmondoshlik qilishingiz mumkin shu yerda. O'zi ikkinchi marta tug'ilish deyapsiz, nafaqat Shahrisabz. Respublikamizdagi deyarli hamma shaharlar ikkinchi martadan tug'ilyapti. Jizzaxda yo'llarini qarang, qanaqa bo'lyapti. Fontanlarni qarang, qanaqa bo'lyapti. Endi haqiqatan odam shu zavqlanasan-da. Endi Zokirjon bitta haqiqiy o'zbekcha xabar ham bor ekan, shuni ham o'qiraymen. Ayting. Xullas 2015-yil hisobiga o'rtoqlar O'zbekistonda 535 mingta chaqaloq tug'ilibdi. Xo'y. 535 mingta. Aka, shuncha bunyodkorlik ishlari, shuncha sanoat ishlari, dehqonchilik ishlaridan qanday vaqt topyapsizlar sizlar? Siz nima deyapsiz? Biz 2 smenada ish tashkil qilib qo'yganmiz. Siz o'zingizni qo'shmang, sizni eshitishimcha birinchi smenada yo'q uxlab qolayotgan ekansiz. Hayron qolyapman. 535 ming. Demak, 2 yilda 1 milliondan oshyapmiz. Ko'proq, a? Unda sizlarni to'xtatish kerak. Sal sifatga ham e'tibor beringlar, nima qilyapsiz? Ana shu gapni ham to'g'ri nima qildingiz. Meditsina nuqtai nazaridan bizni mana avlodlarimizda ko'pchilikda miyani bir tarafi ishlaydi-ku. Sizda ham shunday. Bir tarafda yarimi. Hozirgi tug'ilayotganlarda ikki tomon ham ishlayotgan emishda. Ha, bu bor aniq xabar. Ha, hozirgi tug'iladigan yosh bolalar nimaga aqliga hayron qolyapmiz? Tekshirishlarcha ikkala miyasi ham baravar ishlayotgan ekan. Demak, o'sha Amir Temur bobomizni ham xuddi shunday aytishadi. Shuning uchun ikkala qo'lda baravar ish olib bora olgan ekanlar. Demak, Amir Temur avlodlari yana yurtimizga qaytyapti. O'sha buyuklarimiz yana qaytishyapti yurtimizga. Bu ham demak olqishlarimizga sazovor narsa. 15-yil hisobida yurtimizda yashayotgan yolg'iz, yordamga muhtoj bo'lgan 10 mingdan ziyod xonadon qaytadan ta'mirlanib beribdi xonadonlari. Bu ham faxrlansa arziydigan jihat. Mana shularning hammasini asosida Ortiqjon yurtimizning tinchligi yotadi. Shunday. Demak, yaqinda o'tkazilgan 141 mamlakat o'rtasida o'tkazilgan o'sha eng tinch, eng xotirjam davlat mavzusidagi so'rovnomaga azizlar, men sizlarni tabriklab, faxrlanib, xursandchilik bilan aytaman va ko'z tegmasin deyman, bizning yurtimiz eng oliy o'rinlardan birini egallabdi. Muborak bo'lsin. Xullas gapiramizda gap ko'p. Bu yerda mana men o'qiyman desam juda ko'p xabarlar bor. O'zingizdan gapirmadingiz. O'zingizdan gapir, Ortiq. Men o'zimda ozgina kayfiyatim yo'q, sezyapsizmi? Shuni sezyapman-da, ayting, mana bular begona emas, muxlislar bularga aytish kerak. Kechadan oldin kuni ikkita do'stlarimiz bilan restoranga kirdik. Hali Ustris degan narsa bor ekan. Ustris, ha. Dengiz mahsuloti ekan u. Ustris. Shundan yeydim, 2 kundan beri shunaqa mazamni qochirdi. Muddati o'tganmikin? Bilmasam endi men birinchi marta yeyishim-ku uni. Buni yeyishdan oldindan ochganingizda rangi qanaqa edi? Uni ochish kerakmidi? Ha, uni timsoh ham ochib yeydi-yu uni. Uni ustiga mana keliningiz ham ozgina kayfiyatni shu nima qilyapti, shu. Nima gap? Endi orttirganimiz siz bilan meni nima shu 4 ta muxlisa. Bir xil muxlisa qizlarimiz bor, ichida sho'xlari bor, shu telefon qilib, shu xotinga qaysi telefon qildi deydi. Ayni hazil qilyapti. Endi shunga endi rashk qilib endi shu dengni onamni shuni nima qilib. Ana, ishonchni yo'qotasizlar, keyin rashk qiladi. Yo, sevadi, rashk qiladi. Rashk qildimi, sevadi. Ha. Endi sizlar ozgina ishonchni ham yo'qotgansizlar. Endi bu sevgi o'zi rashk bularning o'zi qonida bor, bunday olib qaraganda. Albatta, endi xafa bo'lish yo'q, hurmatli opa-singillar, sizlarning qoninglarda bor, ishonmasanglar tekshirtirib ko'ringlar. Bu rashk o'sha odam ato bilan momo havo paydo bo'lgan paytda, hali hech kim yo'q paytda ham odam ato kechikib kelganlarda qayerda yuribsiz deb savol qo'ygan ekanlar.
Hech kim yo'q, hozir ikkovimizdan boshqa. Desa, indamagan ekanlar, lekin uxlagan paytlarida yana qovurg'ani bir sanab qo'ygan ekanlar. Mabodo yasab oldimikin yana bironta deb. Ya, demak sizlarning qoninglarda bor ekan. men qarshi emasman rashkka. Lekin ba'zida ayollarimiz shunday bir rashk qiladiki, mantiq buzilib, arava eshikdan oldinga o'tib ketadi-da. Mana o'zlari Zokirjon, to'g'ri mana deb aytayapman. O'zlari yuziga bir kira kraska surtadi. Biz indamaymiz. Maylimizda ozgina pomada ko'rib qolsa, to'balan janjal qilgan qarang. Qaysi kuni bozorda yuribman, Abdusaqi bozorda xotin bilan bir narsa olamiz deb bordik. Shu ketayotgandik, orqadan bir ayol o'qday uchib kelib, qo'lidagi o'qlov bilan chinovdan soldi meni. Yaxshi ham oyog'imning orasi ochiq turgan ekan, jub bo'lganda yerga qoqib qo'ydi meni. Qo'rqib bunday qarasam, "Voy, kechirasiz, men sizni erim deb o'ylabman, uzr deb ketib olyapti." Demak, unga birontasi eringizni begona ayol bilan ko'rdim deb tezlab o'rgan bo'lmasa. Aytdim, chiqib ketayotganda bir yigit xayrlashib, "Rahmat aka, men yeydigan siz yedingiz" deb kuzatib qo'ydi meni. Endi mantiqsiz rashk qilish, bo'yin olishni ham, tan olishni ham bilishimiz kerak, hurmatli erkaklar. Bizda ham bor mantiqsiz rashk qilish. Bittasi egiz farzandli bo'libdi-da, Hasan Husan farzandli bo'libdi-da, roddomda to'polon qilayotganimiz. Ikkinchisi kimdandirmish. Mantiqsiz rashk. Lekin borku, mana shu rashkni o'zimizni foydamizga ham ishlasak bo'lar ekan, o'ylab qoldim. Mana masalan, xotiningizda dugonasi yoqmay qolsa, kelmasin shu xotin, dugonasi kelmasin deysiz-ku. Kelmasin, u battar kelaveradi. Haftada bir kelsa, endi 3-4 keladi. Yo'li bor. Xotiningizga, "Shu dugonangning oti nima? Barnommi?" Yaxshi, menga yoqadi shu. Qomatlari ham boshqacha, kayfiyatim ko'tarilib ketadi, shuni ko'rsam deng. Ne tolka uy mahallaga kirgizdirgan qo'ymaydi u dugonasini. Mana aytdi deysizlar. To'ppa-to'g'ri. 3 xil bo'lar ekan rashk o'rtoqlar. Bir xil paytda o'sha ayolmi erkakmi rashk qilishida o'zidagi energiyani chiqarib olish uchun rashk qilar ekan. Ikkinchi holatda bir narsa o'ndirish uchun, oldirish uchun shu to'polon qilib nima qilar ekan. Uchinchisida umr yo'ldoshiga nisbatan ishonch yo'qolgan paytida rashk qilinar ekan. Haqiqiy rashk mana shu uchinchisi ekan. To'rtinchisi ham bor, buni eng dahshatlisi. O'ziga ishonmay rashk qilish ham bor. Shunaqasi ham bor. Lekin eng dahshati mana shu umr yo'ldoshiga ishonmaslik. Har kun janjal bo'ladi-da. Endi to'g'ri tushunasizlar, shu tabiat qonuni ekan, erkak kishi yoshi ulg'aygan sari ayoliga nisbatan fikri o'zgarib boraverar ekan aka. 20 yoshida men bu ayolsiz yashay olmayman der ekan. 40 yoshida men bu ayol bilan yashay olmayman der ekan. 60 yoshida men bu ayolni hech narsa qila olmayman der ekan. Chunki endi bola chaqali, nevara, evarali bo'lib ketadi-yu. Hech narsa qila olmayman shu ma'noda aytar ekan. Lekin 80 yoshiga kirganda erkak kishi haqiqiysiga, donishmandlarga xos fikr yuritar ekan. O'sha paytda men bu ayolsiz hech narsa qila olmayman der ekan. Endi bu gapni kitobiy qilib aytdingiz, meni otam Jaydar qilib aytaverardi, hozir esimga tushib ketdi aytganingizda. Qanaqa ekan u Jaydar? Otam aytadiki, xotin 40 yoshgacha xotin, 40 dan o'tgandan keyin opangdek bo'lib qoladi derdi. 60 dan keyin enangdek bo'lib qoladi. Sizda xotiningiz rashk qiladimi, yo'qmi? Yo'q, men endi maqtanishmasi, sizlar ishonchni yo'qotganlaring uchun rashk qiladingizlar, to'g'risi. Men ishonchni yo'qotmaganman. Ishonchni yo'qotmaganlar azizlar, hurmatli erkaklar, sizlar xafa bo'lmaysizlar, biz juda kamchiligimiz. Men Alisher Fayz, keyin Rashid Xoliqov. Keyin Alisher Fayzning prodyuseri bor, Lutfullo degan shu. Rashqalga ishonchni yo'qotmagan biz juda kamchiligimiz. Alisher Fayz yalinib yuradi turmush o'rtog'iga. Rashq qilasammi? Ataylab deydi orqasiga. Ataylab kech keldim bugun, yorim xafa bo'larmikan deb. Yuragida bormikan tugun, erim meni yurarmikan deb. Rashq qilasammi? Qizg'onasammi? Egnimdan bir tolagina soch topib olib, mazza qilib o'xlov bilan yasamaysanmi? Yo'q, rashq qilmaydi, baribir rashq qilmaydi. Ishonch yo'qolmaganda bizda. Sizni xotiningizdan bir tezlasak-ku. Yo'q, tezlasa ham ishonch yo'qotmadi. Mana qo'shni ayollar attaylab benzin sepib ko'rishibdi. Aytishibdiki, bu xo'jayiningiz men san'atkorman deb
xotin-qizlarning orqasidan yugurib yuradi. Keyin shunga munosabatingiz qanaqa desa, bosiqlik bilan o'ylab turib aytibdiki, mana bizani itimiz ham mashinalarning orqasidan yugurishni yaxshi ko'radi. Bu degani rolga o'tirib haydadi degani emas-ku degan ekan. Qiziqchini xotinida juda hazil qiladi. Bizni xotin ham hazil qilib turadi. Qaysi kun do'stlarimiz bilan saunaga bordikda, issiqxonaga kirdim, birdaniga davlenam chiqdim, birdan mazam qochdida, bolalarni hayga qaramasdan yugurib chiqib, apil-tapil kiyimimni kiydimda uyga keldim. Kelsam xotin shunday eshigini ochib, menga qarab, "Keling, supermenim. Choy ichasizmi, supermenim? Ovqat yeysizmi, supermenim?" deb aytdi. "Nimaga meni supermen deyapsan?" desam, "Supermenlar shimni ustidan tursuk kiyadi, qarang" dedi. Shoshgan